Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Iyun oyida O'zbekiston terma jamoasini ikkita muhim bahs kutib turibdi. Timur Kapadze jamoasi Jahon chempionati saralashi doirasidagi so'nggi 2 bahsni o'tkazadi. Jamoa dastlab safarda Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi o'ynasa, keyin Toshkentda Qatarni qabul qiladi. Mazkur bahslar oldidan O'zbekiston terma jamoasi ustozi Timur Kapadze oldindagi bahslar haqida to'xtaldi. Birlashgan Arab Amirliklari bilan o'yinga tayyorgarlik haqida. Jamoa 28-may kuni Toshkentda yig'iladi va ertasi kuni Dubayga uchib ketamiz. Toshkentda bir kun mashg'ulot o'tkazamiz. Yig'inning ilk kunlarida jamoa to'liq bo'lmaydi. Chunki Abbosbek Fayzullayev CSKA bilan Rossiya Kubogi super finaliga chiqdi. Ular 1-iyun kuni Rostovga qarshi o'ynaydi. Shundan keyin jamoaning Birlashgan Arab Amirliklaridagi yig'iniga kelib qo'shiladi. Turkiya chempionatida o'ynaydigan legionerlarimiz bilan ham shunday holat. Sababi ular ham 1-iyun kuni oxirgi tur uchrashuvlarida maydonga tushadi. Shuningdek, Jaloliddin Masharipov Istiqlol bilan Eron Kubogi finalida o'ynashi mumkin. Mashg'ulot o'tkazadigan joylar ancha yaxshi. Birlashgan Arab Amirliklariga borib, bir nechta stadionlarni ko'zdan kechirdik. Avvaliga Toshkentda tayyorgarlik ko'rib, o'yindan bir kun oldin Abu Dabiga borish varianti ham bor edi. Shuningdek, Qatarda ham yig'in o'tkazishimiz mumkin edi. Oxiri dastlabki mashg'ulotlarni Dubayda o'tkazadigan bo'ldik. Chunki arab mamlakatlari juda issiq va biz iqlimga moslashishimiz kerak. Shu bois ertaroq uchib borib, o'sha yerda tayyorgarlik ko'rishga qaror qildik. Yig'inga chaqiriladigan futbolchilar haqida 25 nafar futbolchini yig'inga chaqirishni mo'ljal qilganmiz. Chunki biz yig'inni 28-may kuni boshlasak, kimdir 3-4 kundan keyin mashg'ulotlarga qo'shiladi. Yuqorida aytganimdek, dastlabki kunlar Fayzullayev yoki Aliqulov kabi futbolchilar bo'lmaydi. Shuning uchun mashg'ulotlarda to'liq tarkib bo'lishi uchun ko'proq futbolchilarni yig'inga jalb qilishni rejalashtirganmiz. Futbolchilarning sport formasi va o'yin amaliyoti haqida bu tomonlama bizda xavotir bor. Chunki nafaqat Husanov, balki Ashurmatov ham o'ynamayapti. Fayzullayev ko'proq zaxiradan maydonga qo'shilmoqda. Oston ham jarohatdan keyin 2 o'yin o'tkazdi. Ammo bir hafta oldin Birlashgan Arab Amirliklariga borib, bu muammolarni yechishga harakat qilamiz. Barcha futbolchilar bilan gaplashib turibman. Yaqinda Abduqodir bilan ham suhbatlashdim. Unda barchasi yaxshi. Murabbiy bilan ham, jamoadagi boshqa futbolchilar bilan ham hech qanday muammo yo'q. Faqat City'dagi raqobat sabab zaxirada qolmoqda. Qolgan futbolchilarda barchasi yaxshi. Muhimi, barchasi yig'inga sog'-salomat kelishsin. Sport formani yig'in davomida tiklab olishga harakat qilamiz. Yangi nomlar. Ro'yxatimizda yangi futbolchilar bor. O'zbekiston Superligasidagi barcha jamoalarni kuzatib borishga harakat qilaman. Misol uchun, OKMKda bir nechta futbolchilar terma jamoa darajasida o'yin ko'rsatmoqda. Lekin shuni aytish kerakki, oldinda bizni muhim bahslar kutib turibdi. Bu paytda tavakkal qilish qiyin. Hali oldinda o'yinlar bor. Balki ushbu yig'inda ham yangi nomlarni ko'rishimiz mumkin bo'lar. Yo'llanmani naqd qilsak, bizda FIFA kunlari bo'ladi. O'sha paytda nomzod futbolchilarni hammasini yig'inga jalb qilib, ularni sinab ko'ramiz. Birlashgan Arab Amirliklariga yangi murabbiy tayinlanishi haqida. Kosmin Olarioni Birlashgan Arab Amirliklari bosh murabbiylik lavozimiga kelgani biroz noqulaylik tug'dirdi. Sababi u qanday sxemada o'ynashi va qaysi futbolchilarni yig'inga chaqirishini bilmaymiz. Yangi murabbiy borasida tezda ma'lumot yig'ishni boshladik. Otabek Shukurov Sharjada ushbu mutaxassis bilan birga ishlagan ekan. Bu borada Otabek bilan gaplashganimizda yaxshi mutaxassis ekanligini aytdi. Birlashgan Arab Amirliklariga borganimda Sharja va Ajman o'rtasidagi uchrashuvni maydondan kuzatdim. Shuningdek, ularning bir nechta o'yinlarini ham ko'rdim. O'zimning rejalarim bor. Shu bo'yicha tayyorgarlik ko'ramiz. Birlashgan Arab Amirliklariga qilgan safarim payti Aniyevning o'yinlarini ham kuzatib bordim. U qanday pozitsiyada o'ynayapti? Holati qanday? Barchasini ko'rdim. Kengaytirilgan ro'yxatimizda 50 nafarga yaqin futbolchi bor. Unda Aziz ham bor. Hali yana o'yinlarni kuzatamiz va yakuniy qarorni qabul qilamiz.